Hop, magazin içinde Nima faoliyat savdo so'xda oziq-ovqat savdo. Qayerda joylashgan? Millionlar. İşte joylashgan. Hop, hozir men proyekt anaqam bo'yicha marojnoye apparat, keyin magazin ichidagi jihozlar, cho'g'lar, xalqqa bir manfaatli magazin joy qurmoqchiman. Yaxshi. Oborotingiz bor? Oborotim bor. Har bir ishda oborot. Hisob raqamingiz o'zimizda. O'zimizda. O'ldi, muammo yo'q. O'sha sizga o'sha 100 milliongacha o'sha garozda 312-sonli qaror bo'yicha kerak ekan. Shunaqa. Shu bilan tanishib jihozlash maqsadi. O'zi siz o'zi kredit bo'limidagi bolalarga ishlaysizsiz, kiraylik hujjatlar berdimi? Nima xizmat? Ism familiyangiz nima? Kenjayevich Dilmurod. Kenjayev Dilmurod. Qaysi mahalladansiz? Turkmanbek viloyatidanman. Kenjayev Dilmurod aka. Xo'p, nima xizmat, nima bo'yicha murojaat qilyapsiz bizga? Kredit olganlik Kredit nima maqsadda? Endi muvaffaq olib, aniqlab transport kechuvga aytilganlarga Chusmonda so'rayapsiz, ha? Chorvachilikda shug'ullanmoqchisiz. qo'llamoqchiman. Qancha kredit kerak sizga? 17 million va Bizda hozir aka, mening mahallam dasturi doirasida 17 million so'mgacha sug'urta polisi asosida ta'minot. Ish haqi kafillik bo'lsa 30 million 50 milliongacha qilib berishingiz mumkin. Sug'urta polisi kafilligi asosida 17 million so'mgacha kredit qilib bera olamiz sizga. Chorvachilikka kredit qilib, chorvachilikka kredit qilib, sizni o'zingiz nomingizga plastik karta qo'shamiz. Plastik kartochkangizga tushirib beramiz. Hech qanaqa ta'minotchi boshqa aralashmaydi. Siz hech qayerda обналичкаga yoki molni qimmat narxga olib bo'lmaydi. To'g'ridan-to'g'ri plastigingizga tushirib beramiz. O'zingizga ma'qul molni sotib olib, xonadoningizda boqib parvarishlab, lekin kreditni oyma-oy to'lash, o'sha bog'lar xodimlar bergan grafik asosida oyma-oy to'lash majburiyatingiz yuklanadi. Aka, hozir ariza berdingiz, hujjatlar topshirdingizmi? Qanaqa holatda? yaxshi tezkorda bu qilsa Hozir plastik kartochkaga ariza berdingizmi? plastik kartochka berdim. Oldingiz, ha? Oldim kartochka. Plastik kartochkangizni olgan bo'lsangiz, plastik kartochkangizga parol qo'yib arziydi. Varsa Karim koyulmalı. Sizin familiyangiz neydi? Kızımdaki özürlü Elifar. Qo'lboyeva Nilufar. Ben Elifar. Şu çarpıçılığı rivojlantırış için 20 milyon kredi. 20 milyon so'mga ariza bergansiz. So'rayman. Ha. Demak bu maqsad chorva bola-chorva ko'paytirish. Xo'p, bu bo'yicha tog'a hokim yordamchisidan topshiriqni jo'natilgan-a bizga? Jo'natilgan bo'lsa, hozir qizingizni kartalari chiqadi. Kartalarga bugundan pulni tashlab beramiz. Hech qanaqa ta'minotchi aralashmaydi, hech qanaqa foizli, anaqa arzon molni qimmatga sotadigan ta'minotchi aralashmaydi. Siz plastik kartochkangizga, o'sha qizingizni plastik kartochkasiga tushirib beramiz. Bozorga chiqib, o'zingiz xohlagan molni, xohlagan narxingizni